Amerikalik yozuvchi Robert Greenning Hokimiyatning 48 qoidasi kitobi haqida Booktuber. Robert Greene 1959-yil 14-mayda Los-Anjelesda tug'ilgan. Robert Greenning eng mashhur kitoblaridan biri bu Hokimiyatning 48 qoidasi kitobi hisoblanadi. Robert Greene amerikalik yozuvchi bo'lib, u kuch, strategiya va inson haqiqati kitoblari bilan mashhur. Ushbu kitob hayotning quyi pog'onasidan to hokimiyatning yuqori cho'qqisigacha bosib o'tiladigan yo'l haqiqatlari haqidagi eng munozarali, eng qimmatli, eng haqqoniy kitob. Insoniyatning yillar, asrlar davomida hayot va hokimiyatda muvaffaqiyatga erishish borasidagi to'plagan tajribalaringizni siz birgina kitob mutolaasi orqali egallaysiz. Bu sizga hayotingizning barcha jabhasida, ishda, ijodda, karyerada, turmushingizda asqotadi.